Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar, aka-ukalar, opa-singillar. Barchalarga bugungi kunimiz xayrli, barakotli bo'lsin. Iymon, e'tiqodimizni Alloh mustahkam qilsin. Vaqtincha dunyodan eson-omon o'tib olishimizga o'zi tavfiq bersin. Yaxshimisizlar, nima yangiliklar? Yo'l uzra suhbatlar turkumidan 2-3 ta masalalar bor ekan, vaqti bekor o'tkazmay gaplashib ketay dedim. Futbol masalasi aktivligicha turibdi. Jamoamiz yaxshi o'yin ko'rsatdi. Biz ham o'yinni davom ettiryapmiz. Bugun 18:30 da Jar stadionida yarim finalga chiqish o'yinimiz bo'ladi. Blackstone komandasi bilan Qoratosh. Ular ham kuchli. Xo'p, o'yinni ko'rgani kelinglar. Ajoyib bo'ladi o'yin degan umiddamiz. Alloh xayrli qilsin. Futbolni shunaqangi qiziq taraflari bor. Millionlar o'yini, balki milliardlar o'yini hozir hamma futbol bilan qiziqyapti. O'zbekistonda yosh avlodni futbol bilan yetishtirish, futbolga urg'u berish harakati ham go'zal tarzda ketyapti. Hamma mahallalarda, hamma joyda futbolga urg'u bo'lyapti. Aynan bizning Power High School maktabimizda ham futbol to'garagi bor. Jarda Jaha coach, o'zim ham shug'ullanyapman. Muhammad Zakini ham olib bordim. Futbolga juda katta harakat bo'lyapti. Alloh xayrli qilsin. Millatni butun dunyoda tanitishlikda katta hissa qo'shyapti. Sport eng katta yutuqlar bilan o'zbek millatini tanityapti. Kelajakda ilm bilan, kashfiyotlar bilan, harbiy salohiyat, siyosiy donolik, shunga o'xshagan ishlar bilan ham dunyoni zabt etamiz. Hop. Keyin bir amakini murojaati nimanga tashashdi. Meni nomimni aytganlari uchun o'sha kishiga murojaatiga ozgina javob berib qo'yay. U kishi Sherali Komilov degan o'sha 120 bilan qamalgan, O'zbekistonda ko'pchilikka tuhmat qilish, ya'ni eng pastkash ishlarni qilib yuradigan odami dadalar ekan. O'sha kishi chiqib meni o'g'lini oq qildi deb aytayapti Abror Muxtor Ali. Endi chiroyli muomala qilyapti menga nisbatan. Abror Muxtor Ali meni o'g'lini oq qildi deb aytayapti. Men o'g'limni oq qilmaganman. Shuni isboti bo'lmagandan keyin chiqib uzr so'rasin, bo'lmasa qonuniy chora ko'ramiz deyaptilar. O'zbekistonda qonun ustuvor, chora ko'rilishi kerak. Agar sizga nisbatan tuhmat bo'lgan bo'lsa. Endi men nima deganman? Jakuy ibn Tezakning otasi oq qilgan deganman. Meni bilishimcha Jakuy ibn Tezakning otasi bo'lmasalar kerak. Ya'ni Jakuyning otasi Tezak. Tezak Jakuyni oq qilgan deyapman-da men endi. Tezak Jakuyni oq qilgan degan gaplarim bor, to'g'ri. Menimcha amaki Tezak bo'lmasalar kerak. O'shaning uchun bu yo'naltirish bu kishini zakazga qo'llariga narsa yozib berib yoki uqtirib gapirtirishayotganga o'xshashyapti. Mayli gapiraversinlar. Endi masalani boshqa tomonini aytayin. Agar siz Sherali Komilovning dadasi bo'lsangiz, sizga meni bu gapimni yetkazishadimi, yo'qmi? Sizni qo'lingizda shunaqangi smart telefon bor yo'qligini bilmayman. Mabodo yetkazishsa, bahonada sizga bir narsani aytib qo'yay. O'g'lingiz O'zbekistonda padaringga la'nat degan so'zni eng ko'p eshitganlardan bittasi. Sizga la'nat olib kelgan bola. Sizni o'g'lingiz bir ayol kishini suratini o'sha Plus 18 porno kinolardan o'sha iflos qilib yalang'och yotgan ikkita jinsni suratiga montaj qilib, mana bu shunaqangi zino qilyapti deb tarqatgan bola. Siz aytibsizki, meni o'g'lim dinga qarshi emas, din nomidan tijorat qilayotganlarga qarshi debdi. Mana shu ishi din nomidan nima tijorat qilayotganlarga qarshi ish bo'ladi? Ha?
eshonlardanmiz, payg'ambar alayhissalomning avlodidanmiz debsiz. Sizni bu gapingiz dinpurishlik emasmi? Ha, siz Rasulullohning avlodiman desangiz, sizni hamma gapingiz to'g'ri bo'lib qoladimi? Nima qilsanglar ham bo'laveradimi shunda? Ha, bular eshonlar ekan, payg'ambar avlodi ekan deb indamaylikmi? Dinfurush kim bu yerda? Savol. Kim dinfurush? Kim dinni sotib, nasabini sotib bu yoqda gapiga hujjat keltiryapti? Sizni o'g'lingiz nogiron odamlarning pulini yeb, sizni o'g'lingiz advokat unga yordam bersa, advokatning pulini olib yeb, o'zlashtirib qochib ketgan shunaqangi jirkanch odam. Sizni o'g'lingiz hozirgi kunda ba'zi qonunchilikni inson huquqlari degan tarafidan foydalanib, xohlaganini qilib quturib yurgandir. Lekin sizni o'g'lingiz sizga la'nat olib berishlikda chempion. O'zbekistonda men bunaqangi jirkanch odam ko'rmaganman. Shaxsan meni o'zimga 20 ga yaqin tuhmat qilgan. To'qigan obrazlari. Abduvorismi degan bitta namanganlik bir bola bilan men galoboylik qilganimishman. O'g'lingizdan so'rang, mana shunga videoyim bor, qo'yaman yaqinda deb bir yil odamlarni aldab keldi. Sizni o'g'lingiz dinga qarshi bo'lmasa, haqiqatda xizmat qilayotgan bo'lsa, bu tuhmatiga qachon javob beradi? Javob bermasa, siz tarafini olayotgan bo'lsangiz, sherik bo'lasiz. Oppoq soqolingiz bilan siz bilan ko'rishamiz. Siz mana shuni tarafini olayotganingiz uchun. Keyin Shohruh deganni to'qib chiqardi. Qani u Shohruh? Kim u? Samarqandlik deb qo'yadi. Qatta qayerda u? Kim u? Yo'q, u ham yo'q. Tuhmat. Sizni o'g'lingiz shu tuhmatlarni tarqatdi. 20 ga yaqin menga tuhmat qilgan. Meni onamni zinoda ayblagan, meni onamni. Meni onam maktabning direktori bilan zino qilganimish. Buni ssenariy qilib to'qib chiqib tarqatdi. Meni onam iffatini, zakotini bersa, siz boru amaki, atrofingizdagi hamma xotinlarga yetadi. Sizning atrofingizdagi xotinlarga. Meni onamni zinoda ayblagansiz, o'g'lingiz. Men o'zi borib siz bilan gaplashmoqchi bo'lganman. Lekin kim borsa menga o'g'lim haqida gapirmalaring, bor o'zi bilan gaplashlaring deb haydaganingiz uchun men endi bu odamga ham foydasi yo'q. Endi shu olmadan mana shu chirigan olma tagga tushadi-da deb tashab qo'ygan edim. Endi chiqib menga endi chiroyli muomala qilyapsiz, men ham sizga chiroyli muomala qilyapman. Sizni o'g'lingiz meni dadamni qimorvoz, xotinini qimorda yutqizib qo'ygan, bir kecha birovga topshirib kelgan deb tuhmat qilgan. Sizni o'g'lingiz shu dinfurushlikka, dinning nomidan tijorat qilayotganlarga qarshi faoliyatmi shu? Ha? Yana qancha sanash mumkin? Ha? Bu ishlari, mana shu ishlarini bilib turib tarafini olayotgan bo'lsangiz, sizni bir kun soqolingizni qirib tashlashadi. Chunki yarashmaydi. U soqol bilan bunaqangi fohishani, bunaqangi tuhmatchi, bunaqangi haromdan hazar qilmaydigan bolani tarafini olmaydi. Bunaqa oppoq soqol bilan. U o'g'liga aytish kerak bo'ladi. O'g'lim, seni onang ko'z oldingga kelmayaptimi? Nimaga birov onasini zinoda ayblayapsan? Hujjating bormi? Deyish kerakmi? Hujjat yo'q. Tuhmat qilsam bo'laveradi degan harakat bilan tuhmat qilib kelyapti. O'zbekistonning qonun ustuvor, hali gaplashamiz debsiz. Kutyapman. Yozing arizangizni. Men siz bilan yuzma-yuz kelmoqchiman o'zi. Xohlasangiz Toshkentga kelganda so'rashtiring. Yozing menga YouTube'danmi yoki Facebook'danmi, qayerdan telefon raqamingizni yozing, men sizga telefon qilaman. O'g'lingiz birorta tuhmatiga javob bermagan hali. O'g'lingiz birorta tuhmatiga javob bermagan. Qonuniy asosda ham javob bermagan, shar'iy tomonda ham javob bermagan hali. Agar shu Sherali Komilov degan palitni dadasi bo'lsangiz, tayyor turing.
Chunki Allohning adolati baribir g'olib bo'ladi. Allohning adolatini ustidan sizlar bir narsa qila olmaysizlar. Bu darajada palit, bu darajada rasvo, bu darajada haromdan hazar qilmaydigan, bu basharasi ham alkashlarning basharasi rangi urib ketgan mana shu o'g'lingiz shundoq dunyodan o'tib ketishi mumkin emas. Adashmasam bitta o'g'lingizni anaqada tog'da it yeb ketgan. Adashmasam. Adashgan bo'lsam aytasiz. Buningiz bu bolangiz. O narigi o'g'lingiz bilmayman qanaqa odamligini. Bitta o'g'lingiz haqida yaxshi odam deb eshitganman, bitta qaysidir o'g'lingizni. Lekin mana bu Sherali Komilov degan o'g'lingiz dunyodan shunda tekis o'tib ketmaydi. Tarafini olyapsiz-ku, ha? Siz ham tekis o'tib ketmaysiz. Ozgina qopti umringiz, meniki ham oz qolgan. Tajribaga ko'ra mendan yoshingiz ulug'. O'g'lingiz nomidan javob berasizmi? Meni onamni zinoda ayblagan. Videoyim bor degan. Meni galoboylikda ayblagan. Videoyim bor degan. Ayblashmas, tuhmat bu. Javob berasizmi? Mana shu o'g'ilni otasini Allohning la'nati bo'lsin deb odamlar so'kiyapti, haqorat qilyapti. Sizga boryapti o'sha la'nat. Loyiqman shu la'natga desangiz, bo'ldi. Gazni bosing. Kutyapman, meni ariza bering. Chaqirishsin, yuzlashtirsin siz bilan. Ko'rishaylik, bir gaplashaylik siz bilan. Bir ko'zingizga, bir basharingizga qarab gapirayman sizni. Mana shu palitni otasi sizmi? Ha, sizmi? Bir yuzingizga qaramoqchiman shu palitni otasi qanaqa odam ekan? Shu palitni qanaqa tarafini olyapti ekan? Bir ko'zingizga qaramoqchiman. Ha, do'stlar, buni ko'proq tarqatinglar. Bizga nisbatan qilayotgan, bizga tuhmat uyushtirayotgan, trolling qilayotganlarni jamoasidagi bitta vakilida Sherali Komilov degan nusxa. O 120-modda bilan qamalgan. Endi qaydasini olgan bo'lsa, yotibdi. Uzilib qoldi bira. Xo'p, mayli. Yana qanaqa mulohazalar, yana bir ikkita mulohaza bor edi. Bizning mulohazalarimizdan dunyo do'stlar, dunyo kabatdan iborat. Kabat degani arab tilida jigarga aytiladi, jigar. Nima degani bu yerda inson kabatda degani qiyinchilikda degani. Bu jigarni bir ma'nosi qiyinchilik degani. Odamning jigari ezilib ketdi deyiladi-yu, mana shu ma'nodan arab tilida ishlatiladi. Dunyo qiyinchiliklardan, mashaqqatlardan, imtihonlardan iborat. Dunyo qahramonlardan, sodiqlardan, iymonli odamlardan ziynat topadi. Ya'ni o'sha bilan dunyoning ma'nosi ko'rinadi. Dunyo xoinlar, tuhmatchilar, qotillar, zinokorlar, fohisha tabiatlar bilan rasvoligini ko'rsatib turadi. Do'stlar, jannat o'zi aslida oson, lekin nafsga yoqmaydigan yo'l. Jahannam yo'llari qiyin, pulli, qimmat, lekin nafsga yoqadigan yo'llar. O'shaning uchun juda ko'p odam jahannamga talabgor bo'ladi. Qilgan amallari bilan jahannamni xohlaydi. Yo'q, xohlamasa ham jahannamni sotib oladi. Juda ko'p odam nafsiga yoqmagani uchun jannat yo'llaridan qochadi. Yuz o'giradi. Payg'ambar alayhissalomning bir hadislari bor. Kullukum tadkhulunal jannat deganlar. Hammanglar jannatga kirasizlar, hammanglar. Illa man ada deganlar. Yuz o'girgan kirmaydi deganlar. Yuz o'girgan jannatga kirmaydi. Ya Rasululloh, jannatdan ham yuz o'giradimi odamlar deganda, ha deganlar. Kim menga itoat qilsa jannatga kiradi, kim mendan yuz o'girsa jahannamga ketadi deganlar. Payg'ambar alayhissalom bir kun aytdilarki, Alloh taolo jannatni yaratdi va undagi bor nozi ne'mat, anvoyu turli
malohatlarni, imkoniyatlarni jannatda muhayyo qildi. Keyin Jabroil alayhissalomga bor ko'r jannatni dedi. Jabroil alayhissalom jannatga borib aylanib, hang-mang bo'lib qoldilar Allohning qudratini oldida. Aytdilarki, shunaqa ajoyib joy jannat. Bandalaringni hammasi kiradi bu jannatga. Bunaqa joyga intiladi, kiradi dedi. Alloh subhanahu va taolo keyin jannatni atrofini, jannatga olib boradigan yo'llarni nafs xohlamaydigan narsalar bilan o'rab qo'ydi. Nafs xohlamaydi unchalik. Shunaqa narsalar bilan o'rab qo'ydi. Keyin Jabroilga aytdiki, bor ko'rchi yo'llarni dedi. Jabroil alayhissalom kelib jannatga olib boradigan yo'llarni ko'rib, "Eyvoh" dedi. "Ya Alloh, birorta bandang jannatga kira olmasa kerak. Bu nafs xohlamaydigan bunaqa narsalarni qaysi bandang xohlaydi?" Alloh taolo keyin jahannamni yaratdi. Unda har bir holatni muhayyo qildi. Va Jabroilga bor ko'r dedi. Jabroil alayhissalom jahannamni ko'rib, "Eyvoh" dedilar. Bunga hech kim kirmasa kerak. Shunaqa rasvo joyga kim kirishi mumkin? Keyin Alloh taolo jahannamni atrofini nafsni xohishlari bilan o'rab tashadi. Ishtaho bilan, shahvat bilan o'rab tashadi. Jabroil alayhissalom jahannamga boradigan yo'llarda bu inson xohishiga, shahvatiga moyil narsalarni ko'rganda, "Eyvoh" dedi. Hammasi jahannamga ketsa kerak bu ahvolda dedi. Mana shu hadis sahih hadis bu. Mana shu hadis bizga dars bo'lish kerak do'stlar. Har doim nafsingiz xohlagan narsani orqasidan yuraversangiz, jahannamdan chiqasiz. Siz nima xohlayapsiz? Xohlayotganingizda aqliy mantiq, iymoniy xohishmi bu yoki nafs xohishimi? Ajratib olish kerak. Ana shuni ajratib olganingizda, agar nafsingiz xohlayotgan bo'lsa, boshiga bitta uring. Jannatga kirmoqchi bo'lsangiz, ertalab saharda bomdodga turish nafsi boshiga bitta urish hisoblanadi. Ramazonda roza tutish nafsi boshiga bitta urish hisoblanadi. Zakot berish nafsi boshiga urish hisoblanadi. Eriga itoat qilish ayollar, mana shu oilamni saqlab qolay deb eriga itoat qilishi nafsini boshiga bitta urish hisoblanadi. Sabr qiling, ozgina qoldi, o'tib ketamiz. Jannatga kirib olamiz keyin, inshaalloh. Yo, sabr qilmayman, men dunyoda nomim qolish kerak. Men o'zimni kelishtirishim kerak. Men unaqa hech kimga quloq solmayman desangiz, dunyo ozgina. Tanilmas o'tib ketasiz dunyodan, lekin itoatsizligingiz, xiyonatingiz, tuhmatlaringiz natijasida jahannamdan chiqib qolasiz. Mendan ogohlantirish, meni ham ogohlantirishdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning hadislari bilan. Hammamizga ogohlantirish bu. Ko'zimizni ochib, qayoqqa ketayotganimizni bir taftish qilib qo'yishimiz kerak. Dunyoga bir marta kelaman. Noto'g'ri gap bu. Dunyoga har kuni kelyapmiz, bir marta o'lamiz. Bu to'g'ri bu. Bir marta o'lamiz. Lekin dunyoga har kuni qaytadan kelyapmiz. Bir uxlab turib qaytadan dunyoga kelyapmiz. Alloh bizga dunyoni qaytadan yana imkoniyatini beryapti. Yana qaytadan tayyorgarligini ko'r deyapti. Yana imtihon, istig'for aytib ol, qilib ol deb bizga imkoniyat beryapti. Har kuni yashayapmiz, bir kun o'lish uchun. Najib Fozilning iborasi bilan aytganda, bu dunyoni jiddiy olavermang. Baribir undan tirik chiqa olmaysiz. Muhimi iymonimiz salomat bo'lsin do'stlar. Muhimi diyonatimiz mustahkam bo'lsin. Xiyonat qilgan tarafda turmaylik. Xoin tarafida turmaylik. Biz sadoqatda turaylik. Nafsimizga yoqmasa ham, atrofimizda hech kim qolmasa ham nafsimizga qarshi turaylik. Aql, ruh
Buni tarafdori bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo bizlarni jannatga olib kiradi inshaalloh. Umidimiz katta. O'zingizlarga tadqir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.